Rossiya quruqlik, dengiz va havoda yadroviy mashg'ulotlar o'tkazadi. Unga ittifoqchisi Belarus ham qo'shiladi. Qit'alararo ballistik raketalarni olib ketayotgan yuk mashinalari o'rmon yo'llari ustidan guvillab o'tdi. Suv osti kemalari Arktika va Tinch okeani portlaridan suzib ketdi. Ekipajlar esa jangovar samolyotlarga kirishdi. Rossiya va qo'shni Belarus qo'shma yadroviy mashg'ulotlarining yakuniy bosqichini o'tkazdi. Moskva qit'alararo ballistik raketalarni tashuvchi yuk mashinalari Arktika va Tinch okeani portlaridan uchib ketdi. Rossiya va qo'shni Belarus payshanba kuni qo'shma yadro mashg'ulotlarining yakuniy bosqichini o'tkazayotganda Tinch okeani portlari va ekipajlar jangovar samolyotlarga kirishdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mashg'ulotlarda qatnashayotgan harbiy qismda Rossiyaning qisqa masofali yadroviy qurolga ega bo'lgan Iskandar ballistik raketalarini ko'zdan kechirib, "Men bu mashina haqida anchadan beri orzu qilganman", dedi. Seshanba kuni boshlangan 3 kunlik mashg'ulotlar Ukraina uchuvchisiz uchoqlarining zarbalari ko'payib borayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Shu jumladan Moskva chekkasida 3 kishi halok bo'lgan va bir nechta binolar va sanoat obyektlariga zarar yetkazgan. Zarbalar Kreml rasmiylariga Ukrainadagi mojaroga 5-yil bo'lyapti. Bu Rossiya fuqarolarining kundalik turmush tarziga ta'sir etmaydigan darajada uzoqda bo'lgan mojaro sifatida qarashni qiyinlashtirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotlar o'z ichiga olganini ma'lum qildi.